Assalomu alaykum bolalar kutubxonasining YouTube tarmog'idagi obunachilari. Namangan viloyati bolalar kutubxonasiga 200 nomda katta partiyada badiiy adabiyotlar yetib keldi. Hozir sizlar bilan tanishib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, ushbu qism hol qismi bo'lib, foye. Bu yerda ham badiiy adabiyotlar jam bo'lgan. Kelib bemalol mutolaa qilishingiz mumkin. Biz esa ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Bu qism esa turli tadbirlarni o'tkazish joyi. Mana biz yangi adabiyotlar joylashgan xonaga ham yetib keldik. Hozir ushbu adabiyotlar haqida ma'lumotlarni mutaxassis tomonidan olamiz. Kutubxonamizga yangi 200 nomda badiiy adabiyotlar kelgan. Ular jahon adabiyoti hamda o'zbek adabiyotlaridir. Ularga hozirda texnik ishlov berish jarayonidamiz. Birinchi yorliqcha yopishtiramiz, qaytarish qog'ozini yopishtiramiz, cho'ntakchani yopishtiramiz, keyin katalog kartochkasiga yozamiz, kitobni pasportini yozamiz, keyin muhr bosamiz hamda inventar nomer kirgizib, inventar daftariga yozib boramiz. Ularni texnik ishlovdan so'ng o'quv zalimizdagi javonlarga joylashtiramiz. Demak, bu jarayon kitobni yo'qolmasligi uchun ekanda, texnik ishlov jarayonlari. Ha, albatta. O'zi kutubxonada nechta adabiyotlar bor? 90 mingdan ziyod adabiyotlarimiz bor. Qanaqa tartibda bu adabiyotlarni olishlari mumkin obunachilarimiz kelib? Kitobxonlarimiz o'zlarini shaxslarni tasdiqlovchi hujjatlar orqali bepulga a'zo bo'lib 10 kun muddatga olib ketishlari mumkin. Ko'rib turganingizdek, kutubxonaga juda ham sifatli kitoblar kelgan, muqovalari ham qalingina. Yoshga doir barcha kitoblarni kutubxonadan topish imkoniyati mavjud. Manzilga keladigan bo'lsak, Namangan shahar Lutfiy ko'chasi 1-uy, mo'ljal Xalq banki binosi yonginasida.